Do'stlar, sizga aytsam nima deyishni ham bilmayman. Faqat bilgan. Qani hamma bazmga! Ketdik. Bazm tong otgunga qadar davom etadi. Surpriz bazm uchun rahmat. Buni tushuncham qo'yaver. Sen bunga arziz. Qilishim mumkin. Bu nima? Oshna. Bir marta odamga o'xshab sekin yursang. Oho. Tony. Bu yer seni, ha. Meni eski g'orim. Qoyilman. Shuncha payt bu yerda yashaganiga ishona oldim. Meni zamonaviy xavfsizlik tizimim. Hali ham ishlaydi. Voy, oshna. Bu narsa nima? Bilasanmi? Buni yerga kelgan kunim chizgandim. Qayerdan kelganimni eslamoqchi edim. Uni hali ham sog'inaman. Uzun tirnoq men bilan faxrlanib, bunga shubham yo'q. Chunki uni bolaligingda yo'qotganingda ham og'riq sabab aslida kim ekaningni unutib qo'ymading. Shu yer. Albatta, endi tushunarli. Yurakdan. Hayot haqida bir gapni aytsam, hammasi qarorlarimizga bog'liq. Ba'zida to'g'ri qarorlar qabul qilasan, ba'zida esa noto'g'ri qaror ham qilib turasan. Lekin qalbingga quloq solsang, eng kerakli paytda albatta to'g'ri qaror qilasan. Rahmat. Sensiz nima ham qilardim? Sürpriz! Lekin shoshmang do'stlar. Xo'sh, bu nima? Tug'ilgan yering bilan? Yo'q, tug'ilgan kuning bilan deb yozilgan. Bugun yerga kelib qolgan kuning sanaladi. Tug'ilgan kuning desa ham bo'laveradi. Boyga bu shunchaki chalg'itish bo'lgan, lekin laqqa tushmadim. Yomon emas. Xullas, men uchun bazm uyushtirasizmi? Bugun seni sharaflaymiz, Pratika. Agar sen bo'lmaganingda hech birimiz bu yerda bo'lmasdik. Ular to'g'ri aytdi. Sayyoramizga kelganingdan beri hammamizning hayotimiz o'zgardi. Bir oila bo'ldik.